Ko'pchilik qo'rqoq bo'lib qoldim, falon bo'ldim, piston bo'ldim, bu yerim uchayapti, bu yerim tushyapti deganlar ko'p tahoratxonada bo'ladi. Nima uchun? Chunki u yer iflos joy, chiqindilar bor joy va jin shaytonlar o'sha yerni yaxshi ko'rishadi, shu yerda to'planishadi. Shuning uchun tahoratxonaga kirayotganda Rasul akram alayhisolatu vassalom A'udhu bi kalimatillahi tammati minal xubusi val xabaisi deb kirganlar. Xubus degani erkak jinlar degani. Xabois degani urg'ochi jinlar degani. Bularni hammasidan Allohdan panoh tilayman deb chap oyog'ini oldin qo'yib kiradi. Bizda shunaqa poklanish kerak bo'lgan iflos boshqa ishlarga, boshqalarga chap taraf nima qilingan, tayin qilingan.